Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Ispaniya ligasining 27-turida Madridning Real klubi safarda Celta jamoasiga qarshi maydonga tushdi va so'nggi daqiqada g'alabani yulib oldi. Uchrashuv shiddatli boshlandi. 11-daqiqada Chouameni hisobni ochib, madridliklarni oldinga olib chiqdi. Biroq maydon egalari taslim bo'lishmadi. 25-daqiqada Borja javob golini urib, muvozanatni tikladi. Hamma durangni kutayotgan bir paytda 94-daqiqada Valverde Realga muhim g'alabani taqdim etdi. Shuningdek, kechagi o'yinlarda qayd etilgan natijalar: Bunyodkor Dinamo 1-2, Sug'diyona Nasaf 0-2, Xorazm AGMK 1-0, Bavariya Borussia München 4-1, Napoli Torino 2-1, Parij Monaco 1-3, Wolverhampton Liverpool 1-3. Real Madrid Mikel Artetani o'z safiga qo'shib olmoqchi. Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoa bilan katta muvaffaqiyatlarga erishgan taqdirda faoliyatini boshqa joyda davom ettirishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, agar ispaniyalik mutaxassis joriy mavsumda Angliya Premyer Ligasi va Yevropa Chempionlar Ligasida zafar quchsa, klub bilan xayrlashish ehtimoli yuqori. Arteta uchun bu ikki nufuzli sovrinni qo'lga kiritish Arsenaldagi loyihasining mantiqiy yakuni hisoblanadi. Murabbiy o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlariga erishgach, yangi chaqiruvlarni qabul qilishni istamoqda. Uning klubdagi faoliyati davomida erishgan natijalari futbol olamida yuqori baholanmoqda. Ushbu vaziyatni Madridning Real klubi rahbariyati diqqat bilan kuzatib bormoqda. Qirollik klubi kelajak uchun turli variantlarni ko'rib chiqmoqda va Mikel Artetani jamoaning bo'lajak bosh murabbiyi sifatida ko'rmoqda. Qirollik klubi kelajak uchun turli variantlarni ko'rib chiqmoqda va Mikel Artetani jamoaning bo'lajak bosh murabbiyi sifatida ko'rmoqda. Agar ispaniyalik mutaxassis Arsenaldan ketishga qaror qilsa, Real Madrid uni o'z safiga jalb qilish uchun harakat boshlashi kutilmoqda. Arteta Real Madrid uchun mos murabbiymi, o'zi nima deb o'ylaysiz? Kommentda yozib ketamiz. Katta raqamlar: Messining Inter Miamidagi maoshi ma'lum bo'ldi. Inter Miami ham muassasasi Jorge emas, Lionel Messining Amerika jamoasidagi daromadlarini ochiqladi. Biznesmen yulduzlarning yuqori maoshlari sababli homiylar bilan yirik kelishuvlarga tayanishga majbur ekanligini tushuntirdi. Hamkorlardan keladigan to'lovlar klub tushumining 55%ni tashkil etadi. Menga homiylar kerak, ular jahon darajasida bo'lishi shart. Chunki futbolchilar qimmat turadi. Men Messiga yiliga barcha to'lovlarni hisobga olganda 70 milliondan 80 million dollargacha haq to'layman. Va u bunga arziydi, dedi Mas. U dunyoning eng qimmat himoyachisiga aylanib, barchani ortda qoldirdi. Jahon futbol bozorida himoyachilar orasida yangi yetakchi aniq bo'ldi. Transfer marketning yangilangan baholashlariga ko'ra, Londonning Arsenal klubi a'zosi William Saliba hozirgi kunda dunyodagi eng qimmat himoyachi sifatida birinchi o'ringa ko'tarildi. Fransiyalik futbolchining bozor qiymati 90 million yevro deb belgilangan bo'lib, bu raqam uni raqobatchilardan alohida ajratib turibdi. Salibaning bu darajaga chiqishi tasodif emas. U so'nggi vaqtlarda Arsenal himoyasining haqiqiy tayanchiga aylandi. Sovuqqon harakat, kuchli pozitsion o'yin va yirik o'yinlardagi ishonchlilik uning narxini yanada ko'tardi. Natijada u himoyachilar ichida eng yuqori baholangan futbolchiga aylandi. Undan keyingi pog'onalarda ham katta nomlar jam bo'lgan. Barselonaning yosh va ulkan istiqbolli himoyachisi Kubarsi, Parij yulduzi Hakimi va Interning mustahkam ustuni Alessandro Bastoni bir xil 80 million yevrolik bahoga ega. Qisqasi, bugungi futbolda endi faqat hujumchilar emas, himoyachilar ham katta pul va katta e'tibor markazida. Saliba esa hozircha shu frontning eng qimmat nomi bo'lib turibdi. Uning ortidan esa yangi avlod va tajribali yulduzlar nafas olib kelmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.